Siz ingliz tilida ko'rishingiz kerak bo'lgan top 3 ta kinolar. Here we go. 3-o'rinda Pursuit of Happiness, ya'ni baxtning qadri degan kino. Bu kinoda bitta inson o'zini hayotdagi qiyinchiliklardan o'tib, qanday qilib muvaffaqiyatga erishgani juda ham zo'r tasvirlab berilgan va sizga haqiqatda zo'r motivatsiya bera oladi, aynan o'qishingizga ham. Ikkinchi kino Fight Club. Juda ko'pchilik bu kinoni o'zbek tilida Jang klubi degan tarjimada ko'rishgan, lekin bu kinoni asl ma'nosini, asl mohiyatini tushunish uchun ingliz tilida ko'rish kerak. Kinoda asosan odamlarning mol-mulkka bo'lgan qaramligi va odamlarning hayotdan mazmun topolmasligi haqida zo'r tushuntirib berishgan. Va men uchun birinchi o'rinda Seven. Bu kinoda 7 ta eng yomon gunohlarni ko'rsatib berishgan va kinoni oxiri sizni miyangizni portlatib yuboradi. Shunchaki Brad Pittning juda ham zo'r ijrosi va ssenariyni yorib qo'yishgan. Siz ham kommentlarda o'zingiz uchun bo'lgan top 3 ta kinolarni yozib keting, balki kimlarga foydali bo'ladi.